Salom do'stlar, ko'p insonlar Wi-Fi 6 Vortex routerni xarid qilganda muammolarga duch kelishayotgan ekan. Ya'ni Uztelecom tarmog'iga qanday sozlash kerak, uning Wi-Fi nomini va parolini qanday almashtirsak bo'ladi, Uztelecom eski router o'rniga buni qo'ysa bo'ladimi? Shu kabi savollarga bu videoda javob topasizlar. Videoning davomini ko'ring, like va podpiska bosishni esdan chiqarmang. Wi-Fi nastroyka qilish uchun Safari'ga kirasizlar va router orqasiga yozib qo'ygan IP adresni yozasizlar. Undan keyin tepasiga admin yozasizlar va pastiga paroliga yozib qo'yaman qanaqa yozish kerakligini o'shani yozasizlar va kirib ketadi. Parolni yozganingizdan keyin kirib ketadi va bu yoqda WAN degan joyga o'tasizlar. Men bu yoqda mana tayyor qilib qo'yganman. Agar sizlar nima qilsanglar mana Navlink degan joyini ochasizlar. Navlink joyini ochsanglar, to'ldirib chiqasizlar keyin menga o'xshab. Undan keyin Enable WAN degan joyga bitishga qo'yasizlar va eski routerlardan ko'rib olgan nastroykalarni buni yozib chiqasizlar. WAN ID'lar o'zingizlar hududingizda har xil bo'ladi. Routerlardan ko'rib yozasizlar. Misol uchun men 720 yozganman va buni bu joyini PPO qilib qo'yasizlar. API emas, Bridge emas, PPO qilib qo'yasizlar. Qolgan xuddi shunaqa qilasizlar. Bu joyga internet qilib qo'yasizlar. Va M2 degan joy bor. Buni 1492 qilib qo'yasizlar. Username bo'ladi. Bu Uztelecom tomonidan berilgan logininglarni yozasizlar. Va bu yerga password degan joyga 1 dan 8 gacha o'sha parol yozasizlar. 1 dan 8 gacha yozsanglar tushadi. Va bu yerda hammasiga bitishga qo'yib chiqasizlar. LAN portlarga bitishga qo'ymasanglar, portlar ochilmaydi. Kompyuterlar ulaganda ishlamay qoladi. Shularni nastroykalarni qilasizlar apply change, ya'ni saqlanib qilasizlar. Bu saqlanib bo'ladi. Saqlanib bo'lgandan keyin sizlar Wi-Fi routerning nomini va parolni almashtirmoqchi bo'lsanglar, LAN degan joyga o'tasizlar. Bu yoqda mana hozir ko'rib turganingizdek 5 GHz chastotada turibdi. 5 GHz chastotani Wi-Fi nomini o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, mana shu joydan o'zgartirasizlar. O'zingizga kerakli nomni yozasizlar va mana bu yerda knopkani bossanglar saqlanib bo'ladi. Security bo'limiga o'tsanglar, bu yoqda Wi-Fi parolni o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu yoqga keyin pastga tushasizlar. Buni ham saqlanib qilgandan keyin bu yoqda WLAN 2.4 GHz. 2.4 GHz ga ham Wi-Fi nomini o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, bu yoqdan o'zgartirasizlar. Keyin saqlanib qilasizlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa security bo'limiga o'tasizlar. Bu yoqda 2.4 GHz ham Wi-Fi parolni shu joydan almashtirasizlar. Standart 1 dan 8 gacha turgan bo'ladi. Va buni ham saqlanib qilsanglar, internetingiz ishlaydi va eng asosiysi bu yoqda admin degan joyga o'tasizlar. Bu yoqda mana GPON settingsda serial number degan joy bor. Shu joyda mana router serinkasi yozilgan bo'ladi. Bu router serinkasini o'chirib tashlaysizlar va eski Uztelecom Huawei routerning orqasidagi serinkasi nomerini yozasizlar. O'shani yozgandan keyin saqlanib qilasizlar. Va o'shandan keyin internetingiz ishlashni boshlaydi. Va bu joyda WAN joyiga o'tasizlar. Bu yoqda mana hozirgi saqlanib qilgan nastroykalarimiz WLAN 720 PPO hammasi chiqib turadi. Bu yoqda mana connect degan joy bor. Shu knopkani bossanglar, bu yoqda o'zi IP adresinglar hammasi paydo bo'ladi. Bunga taxminan nastroyka qilganlardan keyin 5-10 minutlardan keyin ishlab ketadi. Yokida Uztelecomga telefon qilib bitta obnovit berib yuborishni so'rasanglar, o'shandan keyin boshqatdan sessiyasi yangilanadi va sizlarning routeringlar ishlab ketadi. Hammasi shunaqa oddiy va oson, bemalol o'zingizlar qilib olsanglar bo'ladi.